sizlarga kattakon rahmat do'stlarim. Do'stlarim nima keligini ozgina video pauza bo'ladi, keyin ko'rib olasizlar. Salom. Ovozim unchalik bo'lmayapti. Hammangizga salom do'stlar. Sizlar bilan men Rika. Sizlar bilan bitta narsani aytmoqchiman. Sizlarga rahmat katta ko'rib olasizlar. Nima qilishimda qurib bo'lgach pauzani yoqaman. Tezroq 50 mana men qurib bo'ldim do'stlar. Sizlarga judayam kattakon rahmat. Mana bu narsalarga ishtimos qilmaysiz va men hozir sizlarga ko'rsataman. Rahmat sizlarga obunachilar. Va men 15 ta bo'ldik. Va nihoyat hali bundan ko'payishimiz kerak. Endi buni ko'rsatamiz. Qani hozir boshlayman. Boshlandi. 15 ta bor. Judayam uzoqqa ketib qoldi. Mayli, sizlarga rahmat. Sizlar bilan aynan kam. Mana bu narsalarni ko'ryapsizmi? Men sizlarga hozir buni ko'rsataman. Buni nimaliklarini sherigi biz aytib beradi. Ya'ni meni sherigi ham aytib beradi. Hammaga salom. Sizlar bilan bu Rika. Mana buni qaranglar. Bu o'tgangi versiyada qo'shilgan bolta. Right. Va mana bu. Sizlarga mana bu narsani ko'rsataman. Mana buni qaranglar. Bunday qilsangiz u to'ladi. Ya'ni bu xalta. To'g'rimi? Bu versiyani kimga kerak? Kimga kerak bo'lsa menga aytinglar. Meni o'zim chatim bor. Men shu chatni Telegram nimada aytib qoldiraman. Va men o'sha Telegram kanalda bo'laman. Ba'ziga payt yo'naman. Agar javob qaytarmasam, men to'g'rirog'i video olgani ketgan bo'lamiz. Video olgani ketgan bo'lamiz. Mana bu yerni suratga olish kerak. Mana bunday orqaroqqa qaytamiz. Va buni bunday qilamiz. Va orqaroqqa, to'g'rirog'i va mana bunday orqaroqqa. Va mana bunday foto bo'ldi. Hammangizga rahmat do'stlar. Shu joyda men videoni tugataman. Hammaga kattakon rahmat. Biz 15 ta bo'ldik. Rahmat sizlar uchun. Va men videoni tugatdim. Tezroq qilib bo'lsa tugataman.